ot sovutish, minish va tarbiyalash. Otni yugurtirishdagi 3 ta xato. Komment izoh qoldiring. Maslahatlashamiz, hurmatli kuzatuvchilar. Ko'pchilikni kuzatsak, ko'pchilikdagi xatolardan, asosiy xatolardan gaplashsak shuki, yugallab, egarlab, otni tayyorlab, ot chiqqandan so'ng tezlik bilan uni yugurtirishga, choptirishga, tellatishga harakat qilishadi. Minuvchilarni aksari shunday. Bu mutaxassislarga, polvonlarga tegishli emas. Polvonlar o'zidan ham ko'proq otni ehtiyot qilishadi. Shu yugurtirishdagi 3 ta xatodan birma-bir sanaydigan bo'lsak, birinchisi otni avvalambor qizdirib olinadi. Ya'ni yurg'izib qizdirsa ham bo'ladi, yetaklab qizdirsa ham bo'ladi. Ya'ni minib, yurg'izib qizdirsa ham bo'ladi. Taxminan 1 soatlar atrofida yoki 1,5 soatlar atrofida sekin yurg'izib minilgandan keyin, lo'killatmasdan sekin yurg'izib minilgandan keyin otning ichaklari, yegan-ichganlari hazm bo'lib, ichlari yurib bo'shashadi. Ya'ni qo'pol qilib aytganda hojat chiqaradi. Shunda yengil tortadi. Yashillik o'ratsam. Shundan keyin yoki lo'killatsa yoki yurg'izsa juda ham yaxshi. Foydali. Ot o'zini juda ham yaxshi his qilgan payt bo'ladi. Sizda ham shunday holat bo'lganmi? Siz ham kuzatganmisiz? Qaysi holatda ot o'zini yaxshi his qiladi va yaxshi yuguradi? Izoh qoldiring.